Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Salomatmisiz? Biz razne bezda qilib qo'ydik a. Tinchsiz? Mana sizga olib kelyapmiz-da. Bu sizga Toshkentdan berib yuborishdi. Kim ichgan opa? O'g'lim ichgan. Shu o'g'lingizlar ichganmilar? Ha, bu mahsulot ichishdan oldin nima muammolari bor edi o'g'lingizda? Buni tishlarni g'ichirlatishlari bor edi. Aha. Keyin yuzida qandaydir oq dog'lar bor edi. Aha. Hammasi ketdi. Rahmat hammasi Voh. uchun. Opa bu necha kunda bu rezultatga erishdingiz opa? Kamida 10 kunlar deganda bo'ychalarni o'lchab ko'rdik, ancha o'sdi. 5 Taxminan 5 santimetrga 5 o'sdi. santimetr o'sdi. Keyin bugun ham o'lchab ko'rdik. Bugun qarasak yana qo'shilibdi-da. O'sishlari yaxshi, Xudoga shukr. Buni o'zi sizga kim tavsiya qildi? O'zimiz Instagram ko'rib o'tirganimizda yonimizdan chiqdi. Keyin uni eshitib ko'rdikda, o'zimiz shitib tavsiya qildik, o'zimiz olishga qaror qildikda. Mana effekt ko'ribsiz, effekt ko'rgan inson sifatida biz mahsulotimizni tavsiya qilgan bo'lardingiz yaqinlaringizga, O'zbekiston ahliga. Barchaga olishlarini, farzandlariga ichirishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Rahmat hammasi uchun. Ancha yaxshi.